Keyingi mavzu Real Madrid hamda Mourinho temasi. Chunki oxirgi payt eng ko'p aylanayotgan trenddagi mavzu bo'lsa kerak bu. Mourinho Realga kelishi mumkin ekan. Ishonchli xabarlar ham chiqyapti oxirgi payt. Florentino Perez o'zining sobiq xaloskorini jamoaga taklif etmoqchi. Men rosa o'ylab qoldim. Endi hozirgi Mourinhoning holatidan kelib chiqib, u Madridning Real klubidan ketgandan so'ng juda ko'p jamoalarda faoliyat yuritdi va birortasida Realdan keyin cho'qqiga chiqmadi. Ya'ni yuqoriga ko'tarilmadi, pastga tushsa tushdiki, tushib oxirgi holati mana bu Portugaliya chempionati bo'lib qoldi. Turkiya chempionatida ham ishladi, ko'rdingiz, Romada ishladi. Juda ko'p jamoalarda faoliyat yuritdi. Qayerdadir kubok yutgandir, qayerdadir jamoani sal bo'lsa ham oyoqda turishiga yordam bergandir, ammo biz bilgan o'sha Guardiola bilan teng darajada kurash olib boradigan Mourinhoni yo'qotib qo'ydik. Va Mourinho borgan sari tubga tushar ekan, biz umuman bu murabbiy elitaga qayta olmaydi degan fikrga kelgan edik. Lekin mana shu joyda Madridning Real klubi Florentino Perez uni yordamga chorlamoqda. Endi tasavvur qilyapmiz-da, mabodo kelib qolsa degan variantni ko'rib chiqadigan bo'lsak, nima uchun shu ishlar sodir bo'lyapti? Nima uchun Florentino Perez uni chaqirmoqchi? Chaqirayotgan bo'lsa ham kerak. 3 million yevro ekan, tovon puli, buni Real bemalol to'laydi. Unaqa katta oylik bermasa ham, menimcha karyerasini tiklab olish uchun ham Mourinho Realga rozilik bildiradi. Kutib turgan ham bo'lsa kerak. Nazdimda bu yerda Florentino Perez o'tmishga nazar solyapti. O'tmishdan saboq olmoqchi. O'tgan kunlar romanini o'qigan bilmadim, o'qimagan ko'p ehtimol. O'tmishga boqib xulosa chiqarish xayrli ish ekanligini menimcha anglab yetgan. Tushuntiraman. Florentino Perez ikkinchi prezidentlik davrida asosan Laporta bilan kurash olib borgan. Laporta ketib yana qaytib keldi va oraliqda aynan Laporta ishlamagan paytlari, Bartomeu ishlagan paytlari Madridning Real klubini ketmoni uchdi endi. Yevropada nima qilsa qildi, buni yaxshi bilasiz. Va o'shanda Laporta bitta ish qilgan edi. Keyin o'shani takrorladi. Laportaga taqlid qilayotgandek tuyulyapti-da. Nima ish qilgan? Boshida katta tavakkal bilan Pep Guardiolani jamoaga taklif etgan, pastki ligadan olib chiqqan, yosh edi. Hozir Guardiolani deymiz, lekin u paytda juda kelajakni bilmagan holatda bu tavakkal ishga uncha-munchasi rozi bo'lmasdi. Va dastlabki 2 turda muvaffaqiyatsizlikka uchragach, hamma ketishi mumkin deb turgan paytda ketishi ham mumkin edi. Joan Laporta yo'q degan, men ishonaman degan. Undan oldin bilasiz, yanada ko'proq tavakkal ishlar qilib yuborgan, zo'r iste'dodli jamoani ushlab turgan, Chempionlar Ligasi olib bergan yulduzlarni, yosh iqtidorlarni ochilishi uchun sotib yuborgan edi. Xullas, keyin Barsani ishlari yurishib ketgan va zamonaviy futbolga Barsa uslubi kirib keldi. Va Laporta bunda asosiy me'morlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Va o'sha paytlari virus chiqsa, antivirus ishlab chiqarish kerak-ku, yoki bir qanaqadir zo'r programma ishlab chiqarilsa, unga qarshi nimadir o'ylab topish kerak-ku. Florentino Perez Jose Mourinho nomi bilan shu Barselona tezligiga qarshilik ko'rsatishga harakat qildi va o'sha paytda qarshilik ko'rsata oldi deb o'ylayman. Jose Mourinho Realga kelguniga qadar bu ishni qilib bo'lgan edi. Internazionale safida u bosh murabbiy sifatida Barselonani qatorasiga 2 marta Chempionlar Ligasi g'olibi bo'lishi yo'lida to'sqinlik qilgan edi. Ushlab qolgan edi. Keyin Bavariyani yutgan. 10-yil esingizda bor. 11-yil endi gapirmasa ham bo'ladi. Barsa yana qaytgan, lekin 12, 13, 14 bu yoqqa ketadigan bo'lsak, Mourinho o'sha paytdagi quturgan Barselonaga qarshi kurashish ilojini topganda, boshqa variant ham yo'q edi. Shuning uchun ham Mourinho o'sha paytgacha boshqacharoq murabbiy sifatida namoyon bo'lgan ko'z o'ngimizda. Keyin esa buzuvchi, qo'poruvchi murabbiy sifatida gavdalanadigan bo'ldi. Chunki u Barsaga qarshi bir o'yin tuzib o'ynab bo'lmasdi. U Barsaga qarshi faqat chopa-chop va to'sqinlik, qarshi hujumlar bilan Barselona to'xtatib qolish mumkin edi. 100 ochko olgan inson ham, La Ligani yutgan inson ham o'sha paytda Jose Mourinho bo'ladi.
Yillar o'tdi, Ancelotti keldi, keyin Barselonadagi rahbariyat o'zgarishi, juda ko'p murabbiylarning kelib ketishi, Messi bilan Barsaning mojarosi, Suarez, Neymar bo'lar ish bo'ldi. Endi uzoq 10 yilni tashkil etadi. Shundan keyin Laporta yana prezident bo'lyapti. Yana xuddi oldingi ishini qilyapti-da. Oldingi ishi nimadan iborat edi? Bitta tavakkal ishga qo'l urdi. Hech kim kutmagan odamni chaqirdi, Flikni chaqirdi. Flik Barselonani bu darajada muammodan olib chiqib ketishiga uncha-muncha odam ishonmasdi. Lekin germaniyalik mutaxassis o'yin uslubi jihatidan ham o'sha Pep Guardiolaning davrini qisman qaytardi. Yevrokuboklarda natija yo'q, lekin umumiy o'yinda ko'ryapmiz, La Ligani xotirjam yutyapti. Mana bu yil ham yutyapti, o'tgan yil ham yutyapti. El Klasikolarni yondirib tashlayapti va Realda qancha murabbiyni almashtirib tashlaganini ko'rdingiz. Aynan El Klasikolardan keyin ketyapti. Ancelotti ham bardosh bera olmadi. Alonso El Klasikodan keyin ketdi, bittasini yutib, va Arbeloa ham ko'p ehtimol navbatdagi El Klasikodan keyin sekin o'z yoshlar jamoasiga ham tushishi mumkin yoki boshqa joyga ketadi. Umumiy olganda Laporta o'sha ishini takrorlab yana muvaffaqiyatga erishdi. Barselonani qutqarib qoldi. Sal bo'lsa ham yuqoriga ko'tardi-da. Setien davridan keyin, Bartomeu davridan keyin, Messining oxirgi davrlaridan keyingi Barselonani solishtiradigan bo'lsangiz, hozir zo'r. Qanaqa iqtidorlar yetishib chiqayotganini ko'ryapsiz. Va bunaqa payti janobi Florentino Perez nima qilishlari kerak? Albatta o'sha qo'poruvchi shaxsni yana taklif etyapti. Ya'ni o'sha voqea takrorlanadi deb o'ylayapti. Endi Laporta bir ishini ikki murabbiy bilan qilyapti. Yana Guardiolani chaqirib qilmayapti. Shuning uchun bilmadim bu hali natija beradimi yoki yo'qmi, ammo nazdimda Florentino Perez ich-ichidan o'ylab bu ishga jazm etgani asosiy sababi Mourinho oldin mana shu tezkor, yovqur, juda ham kuchli, total futbol ko'rsatadigan Barselonani to'xtatib qolar kuch sifatida Jose Mourinhoni ko'rgan edi, to'g'ri tanlov amalga oshirgan edi va hozir ham ayni shu Mourinho bilan jamoani krizis holatdan qutqarib qolmoqchi. Men shunday o'yladim. Chunki boshqacha o'ylash uchun Mourinho menga imkoniyat bermaydi. Ich-ichimdan bilmadim, bu Realni keyinchalik qanaqa ko'raman degan fikrim o'tyapti. Chunki Mourinho futboli nainki eskirdi. Mana ko'ryapmiz, hozir keyingi mavzuga o'tganda buning isboti bo'ladi. Balki u o'sha paytda qo'llagan uslubi bilan hozir muvaffaqiyatga erishishi juda ham qiyin. Birinchidan jamoa butunlay o'zgarib ketgan, xarakter butunlay boshqa. Oldin kelgan paytida Barselona quturib turgan Barselonaga qarshi o'zi ham yosh edi. O'zi ham bir marta Inter bilan yutib kelganligi uchun buni tushuntira olardi va Realning iste'dodli futbolchilari, qarshi hujum futbolchilari Mourinho bilan bitta to'lqinda suza olishgandi. Lekin Mourinho hozir to'ygan odam sifatida keladi. Misol uchun muvaffaqiyatsizlikka uchrasa ham biror bir narsa demaydi, pulni olib ketadi bo'ldi. Xuddi boshqalardan tovon pulini olib yurgandek. Realning yigitlari ham hozir shunaqa holatda. Ishoning, mana bu Vinicius, Bellingham bo'ladimi, Arda Güler bo'ladimi, Valverde hammasi o'sha paytdagi Real futbolchilari kabi emas. Bular ancha titullar yutib qo'ygan, bittasi 2ta Chempionlar Ligasini yutgan yigitlarda. Lekin Mourinho kelgan paytdagi Real 12 yildan beri yoki 10 yildan beri Chempionlar Ligasida zafar quchmagan futbolchilar edi. Faqatgina Ronaldo bilardi. Yoki Kroos bilardi, Bavariya bilan Chempionlar Ligasini olgan. Lekin qolganlarda unaqa kayfiyat yo'q edi. Ular ko'zi to'ymagan odam bo'lib turib, ko'zi qonga to'lgan holda maydonga tushishardi. Hozirgilarda baribir to'yish jihati bor-da, Yevrokuboklar masalasida. Shuning uchun bilmadim, ham o'zini motivatsiyasi ancha kam bo'lgan, o'yin uslubi ancha eskirgan futboldan Real qaysi ahvolga tushayotganligini ko'ryapmiz va nisbatan to'yib qolgan futbolchilari, erkatoy futbolchilari bilan bu navbatdagi birlashuv qanday natija berar ekan? Men ishonmayapman. Lekin Florentino Perez o'sha o'tmishga ishonyapti.